Ushbu videomiz siz mijozlarimiz uchun eksklyuziv video bo'ladi. Ko'rib turgan televizorlaringiz hammasi TCL brendiga tegishli, hammasi 65 talik va bu yerda oddiy LED, QLED va asosiysi mini LED televizorlarni qo'yganmiz. O'zlaring ko'rib, yarqisi, ya'ni yorug'ligi, ranglar jilosini o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Ushbu videomiz orqali siz mijozlarimiz uchun TCL brendiga tegishli bo'lgan 65 ta televizorlarni 4 xil modelni olib kelib, ochib, bir xil nastroyka qo'yib, bir xil video qilib, siz mijozlar uchun xolis qo'yib qo'ydik, ya'ni ko'rib olishlaringiz uchun va narxlarni va o'rtalaridagi tafovutni siz mijozlarimiz uchun qisqa video orqali tushuntirib beraman. Ushbu birinchi ko'rgan televizorimiz TCL brendining 65 talik va 6S modelimiz bo'lib, ushbu televizorimiz oddiy LED bilan jihozlangan, lekin ko'rsatkichlari zo'r 60 Hz'li va matrisallari VI matrisa bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsak, ushbu televizorimizni $435 5.250 ming so'm qilib belgilaganmiz va pastdagi T6D modelimiz 65 talik. Ushbu modelimiz 2026-yil modeli bo'lib, nihoyatda hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan modellardan biri. Sababi bu yerda QLED texnologiyasi qo'llanilgan va matrisalar VI matrisa bo'ladi va asosiysi 60 Hz bo'ladi. Narxi bo'lsa uncha qimmat bo'lmagan, ya'ni $460 5.550 ming so'm. Va ushbu modelimiz ham 2026-yil model, yangi modelimiz bo'lib, ushbu modelimiz mini LED hisoblanadi va akustika sistemalari 12 bitta subwooferli va 60 wattli audio sistemalarga ega. Ushbu modelimiz 120 Hz, hattoki o'yinlarda 144 Hz gacha qo'llab-quvvatlaydi. Narxi bo'lsa $640 7.700 ming so'm va eng premium segmentdagi modelimiz 65 talik modelimiz. Ushbu modelimiz vaqtida $800 gacha sotilgan, lekin hozir narxlar ancha tushib qoldi. Ushbu modelimiz mini LED va bu yerda ham o'sha 144 Hz gacha qo'llab-quvvatlaydi va bu yerda matrisalari ham o'sha VI matrisa. Narxi bo'lsa $670 8.70 ming so'm qilib belgilaganmiz va ushbu televizorlarimizga TCL brend tomonidan ofitsial 2 yil garantiya beriladi va kimga xuddi shunaqangi sifatli, asosiysi puli arzon bo'lgan televizorlar zarur bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar. Biz sizlarga chiroyli narxlarda yetkazib beramiz va xuddi shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizga obuna bo'lib, bizni kuzatib boring. Smart Home sifatini tanlaganlar uchun.